Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 11, 12, 13 va 14 mart kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda 11dan 14 mart kunlarigacha bo'lgan ob-havo prognozi e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-12 martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 13-14 martda 0,5 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 11 martda 4-9 daraja iliq, 12 martda 7-12 daraja iliq, 13-14 martda 10-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-12 martda 0,5 daraja iliq, 13-14 martda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 11 martda 10-15 daraja, 12 martda 12-17 daraja, 13-14 martda 15-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11 martda 3 daraja sovuq, 12 martda 0,5 daraja iliq, 13-14 martda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 11 martda 4-9 daraja, 12 martda 8-13 daraja, 13-14 martda 11-16 daraja iliqqacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-12 martda 5-10 daraja iliq, 13-14 martda 7-12 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 11 martda 15-20 daraja, 12 martda 18-23 daraja, 13-14 martda 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 11-12 martda 0,5 daraja iliq, 13-14 martda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 11 martda 6-11 daraja iliq, 12 martda 9-14 daraja iliq, 13-14 martda 12-17 daraja iliqqacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.